Aqsa rayonining Avlettin qishloq hududida 6-iyun kungi yog'ingarchilik sababli sel bo'lib, ayrim uylarni va ichki yo'llarni qoplagan. 5 turar joy uchun xavfli bo'lib, yashovchilar xavfsiz joylarga ko'chirildi. Favqulodda holatlar ministrligining xabariga ko'ra, inson umriga zarar keltirmagan. Hozirda sel suvlarini tozalashga qo'shimcha texnikalar jalb qilinib, mutaxassislar ish olib bormoqda. 6-iyundan beri texnikalar yordamida sel oqibatlari tozalanmoqda. Jaloloboddagi shiddatli yog'ingarchilik sababli yo'lda qolgan chet ellik sayyohlarga yordam berish harakatlari ko'rilmoqda. Favqulodda holatlar ministrligining xabariga ko'ra, 6-iyunda 2 mototsikl bilan Jaloloboddan Norin tomon yo'lga chiqqan sayyohlar Suzoq rayonida Jalolobod Kazarmon avtoyo'lining 76-chaqirimida qolib ketishgan. Kuchli yomg'ir sababli sel suvlari yo'lni yuvib, yo'l qatnovida qiyinchiliklar yuzaga kelgan. Favqulodda holatlar ministrligining respublikaviy mustaqil qutqaruv otryadining xodimlari bugun tongga yaqin voqea bo'lgan joyga chiqib ketishgan. Rossiyaning federal bojxona xizmatining rahbari Qirg'iziston-Rossiya savdo-iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy va gumanitar masalalar bo'yicha hukumatlararo komissiyasining teng huquqli a'zosi Vladimir Bulavin 2 kunlik ish safari bilan Qirg'izistonga keladi. Ish safari davomida Bulavin Qirg'iziston hukumati a'zolari bilan uchrashadi. Bundan tashqari u Qirg'izistondagi veterinar va fitosanitar laboratoriyalarning ishi bilan tanishadi. Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga 2015-yili 12-avgustda to'laqonli a'zo bo'lgan. Qambaratda GESning 2-agregatiga $110 million miqdorida investitsiya jalb qilinmoqda. Loyihani Jo'g'org'i Kengashning Xalqaro ishlar, muhofaza va xavfsizlik komiteti 2-o'qishda yoqtirdi. Amalga oshirish uchun Yevrosiyo taraqqiyot banki 20 yilga $110 million nasiya beradi. Nasiya 5 yilga imtiyozli berilib, ustamasi 1% ni tashkil qiladi. Ta'kidlab o'tsak, Qambaratda GESning qurilishiga byudjetdan 5 milliard so'm, Rossiya grantidan $100 million sarflangan. Birinchi agregati 2010-yili ishga tushirilgan. Unda ishlab chiqarilgan elektr energiyasi 110 kilovat elektr tarmoqlari orqali o'lkaning energiya markazlariga beriladi. Majburiy tibbiy sug'urta fondi fuqarolar uchun maxsus ishonch telefonini ochdi. Bu haqda mazkur muassasadan bildirishdi. Hukumat qaroriga ko'ra, Ma'lumot texnologiyalari va aloqa davlat agentligi mazkur fond uchun 113 bevosita liniyasini bo'lib berishi kerak. Ishonch telefoni orqali fuqarolar bu tarmoqqa barcha masalalar bo'yicha murojaat qilsa bo'ladi. O'sh shahrining markaziy Qurmanjan-Datqa ko'chasidagi har bir ikkinchi savdo rastasi noqonuniy ishlamoqda. Ularning ko'p qismi uylarini savdo do'koni qatorida foydalanib, davlatga soliq to'lashmaydi. Ayrimlari esa qurilishlarni qizil chiziqdan chiqarib olishgan. Bu holat Sulaymontog' hududiy kengashi rahbariyatiga ham ma'lum, biroq ular noqonuniy obyektlarga chora ko'ra olishmaydi. Shu sababli O'sh shahar meriyasidan komissiya tuzilib, mazkur masalani hal qilishga kirishdi. Batafsil navbatdagi lavhada tanishasiz. O'sh shahridagi Qurmanjon-Dodxo ko'chasida so'nggi yillarda savdo shoxobchalari ko'payib, aholi oqimi o'sha tomonga og'ib turgan vaqtda. Oqibatda tadbirkorlarning daromadi ham ortib bormoqda. Biroq mazkur qurilishlarning ko'pchiligi qonuniy emas. Orasida hujjatlari yo'qlari, qizil hududga chiqib ketganlari ham bor. Obyektlarga asosan hududiy kengash rahbariyati nazorat olib boradi. Ammo shunday bo'lsa ham qonunlarga qarshi chora ko'rish ularning majburiyatiga kirmas ekan. Потому что bular qurilib qolgan, o'sha bo'yicha bular ishlayotibdir. Kelib so'rasang, o'sha patentim bor. Shu hukumatga men nalog to'layapman deb aytib qo'yadi. O'shaning uchun biz точно bilmaymiz shularni. Shu boisdan ham Sulaymontog' hududiy kengashining raisi chora ko'rish bo'yicha O'sh shahar meriyasiga murojaat qilgan. Shu bilan birga shahar kengashi deputatlari ham bungacha yig'ilishlarda obyektlarda tekshiruv olib borishni bildirib chiqqan edi. Natijada bugun shahar rahbariyati qurilishlarni nazoratdan o'tkazdi. Masalan, mana bu savdo shoxobchasining egasi arxitekturadan ruxsat olmasdan uyiga qo'shib qurgan. Zdaniyaga men dokumentlarimni ko'rib tekshirib bordim. Beranini aytdim. Yo'q, men jalg'on so'ylab o'tasan. Uyat emasmi? O'roza tutmasan sen, uyat emasmi? Mana shunday qilib xususiy uylar savdo shoxobchalari qatori faoliyat olib borgan 10dan ortiq fakt aniqlandi. Hammasining hujjatlari yo'q. Shahar g'aznasiga soliq to'lamay yurishgan ekan. Bundan tashqari qizil hududdan chiqqan 10 ga yaqin rastalar arxitekturadan hech qanday ruxsat qog'ozlarini olmagan. Natijada eni 3 metrli bo'lgan piyodalar yo'lakchasining 3dan biri to'sib olingan. Chora belgilangan tartibda nizomsiz qurilishlarni buzuv bo'limi olib saladi. Birinchi o'zlarini eskartuv beriladi. 2-3 kun muhlat bilan. O'zlari olib salsa, o'zlari olib saladi. Agar o'zlari olmasa, уже
kuch qo'llanishi bilan olinadi. Olib borilgan tadbirdan keyin ham noqonuniy qurilishlardan foydalanganlarning keti uzilmasligi mumkin. Shuning uchun ham arxitektura ekotexinspeksiya munitsipal mulk boshqarmasidan iborat komissiya tarkibi tuzildi. Bular endi har bir savdo shoxobchasi bo'yicha alohida ish olib boradi. Shuni har bir obyekt bo'yicha dokumentni komissionni qaraymiz, o'zimizning chechimimizni chiqaramiz. Buga cheyin har bir obyekt bo'yicha o'tirgan emasmiz. Bugundan boshlab har bir obyekt bo'yicha suratga tortib oldik. Ular mizamdoligi, mizamsizligi. Esli mizamsiz bo'la turgan bo'lsa, kapitalda qurilish bo'lsa da buziladi. Ta'kidlab o'tsak, reyd jarayonida savdo rastalarini tekshirishdan qochib yurganlar ham bor. Komissiya ularga ham alohida chora ko'rishni ogohlantirdi. Bu kabi tekshirish ishlari boshqa hududiy kengashlarda ham davom etadi. Natijasi shahar kengashi yig'inida ko'rib chiqiladi. Umida Mirzabayeva, Nurjamal Barg'ibayeva, Baxtiyor Asilbek o'g'li, Intimoq. Shoshilinch xabar: bugun Qirg'izistonning tog'li hududlarida qor yog'ishi mumkin. Ayrim rayonlarda tezligi soniyasiga 17-22 metrga yetgan kuchli shamol bo'lishi kutilmoqda. Favqulodda holatlar ministrligi bunday o'zgaruvchan ob-havo avtomashina, energetika va kommunal xizmatlarning ishida qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Ministrlik tomonidan telefonogramma chiqarilib, xavfsizlikni saqlash maqsadida mahalliy hukumatlarga xabar qilingan. Bundan tashqari, uyali operatorlar orqali aholiga ogohlantirish maqsadida SMS bildiruvlar jo'natilgan. Qirg'izistonlik sportchi Aysulut Tinibekova kuchli polvonlarning dunyo ro'yxatida 3-o'ringa ko'tarildi. Ro'yxatni yangilangan reytingi 6-iyunda Hindistonda o'tgan Osiyo chempionatining va Ozarbayjondagi Islom birdamlik o'yinlarining natijasi bilan e'lon qilindi. Aysulut Tinibekova Dehlidagi Osiyo chempionatida 2 oltin medalni qo'lga kiritgan. Shuningdek, u Bakuda ham barcha sportchilardan kuchli ekanligini namoyish qilgan. Polvon qiz bir haftaning ichida 2 oltin medal bilan 58 kilogramm og'irlik kategoriyasi bo'yicha 4-o'rindan 3-o'ringa ko'tarildi. Undan oldinda 1-o'rinda yaponiyalik sportchi Kaori Icho tursa, 2-o'rinda tunislik polvon Marva Amri bor. 4-o'rinda esa rossiyalik sportchi Valeriya Jolobayeva turadi.